Endi pravani uyda o'tirib tiklash mumkin, uyingizgacha olib kelib berishadi. Endilikda haydovchilik guvohnomasi yo'qotilsa, uni my.go.uz portali orqali onlayn tiklash mumkin bo'ladi. Ya'ni buning uchun yo'l harakati xavfsizligi xizmati binosiga borish shart emas. Buning uchun foydalanuvchi haydovchilik guvohnomasini rasmiylashtirish xizmatida yo'qolgan haydovchilik guvohnomasini tiklash bo'limi orqali ariza yuborishi lozim bo'ladi. Xizmat narxi 370 ming so'm 800 so'm, ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 0.9% tashkil etadi. Guvohnomani pochta orqali yetkazib berishni istaganlar qo'shimcha 25 ming so'm to'laydi. Yangilangan guvohnoma bir ish kunida tayyorlanadi. Pochta orqali yetkazib berilishi uchun jami 3 ish kuni sarflanadi. Ma'lumotlar tizimida tasdiqlanmagan shaxs transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etilgan yoki ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 131 va 136 moddalari bo'yicha ma'muriy ish qo'zg'atilgan hollarda ariza rad etiladi. Aholi va qishloq xo'jaligi ro'yxatga olinadi. O'zbekiston Respublikasida 2026-yil 15-yanvar 28-fevral kunlari aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri o'tkaziladi. Ro'yxatga olish jarayoni 2 bosqichda tashkil etiladi. Birinchi bosqich 15-31 yanvar 17 kun davomida Census.uz sayti orqali OneID tizimi yordamida onlayn ro'yxatdan o'tish imkoni yaratiladi. Ikkinchi bosqich 4-28 fevral mahalla yettiligi a'zolari uyma-uy yurib, planshet orqali ro'yxatga olish jarayonlarini tashkil etadi. Shaxsga doir ma'lumotlarning maxfiyligi qonun bilan kafolatlanadi. Savolnomadagi ma'lumotlar boshqa idoralarga taqdim etilmaydi.